Sizda ism familiyangiz nima? Nabiyev Zafarjon. Ergasheva Guljahon. Ergash va Guljahon. Toshiba shahodat. Qayerdansiz? Izboskan tumanidan. G'uzordan, Qashqadaryo. Qashqadaryoning G'uzoridan. Tojikistonda o'sha Dushanbeda o'zlari. Ha, poytaxtdan ekansiz-da. Uchoqli nerv nevralgiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'riyotgandi? 5 yildan beri og'riyotdi. 5 yildan beri og'riyotdi. Shu 3 yildan oshdi-da. 14 yil bo'libdi. Ha, 14 yil bo'ldi. Og'riq qayerda bo'lardi? Asosan yuz ko'zimda, jag'da, peshonamda, qulog'imda, teparog'ida. Mana shu tishim pastda, mana shu yerim. O'ng tarafda. O'ng tarafda. Qanday og'rirdingiz aka? O'qtin kelib ushlab qolyapti, to'k urganga o'xshab. Shu tok urganda, shu pichoqda urganday bo'ladi, shu bir tomoniga beradi. Tashqariga chiqsangiz bir shamol ozroq keladi, shunga lavlab ketadi. Sanchim og'riydi, ana hozir mana hozir og'rib turibdi. Avvallar qo'yib yuboryapti, keyin qo'yib yubormay qo'ydi. Og'riganda uzoq vaqt ushlab qoladigan bo'lib qoldi. Davolandingizmi boshqa bir yerda? Davolanganman, nevrologga uchrab, lecheniya olganman. 3 yildan bir nevrologga ko'p lecheniya oldim. Blokada oldim. Blokada olgan vaqtingizda yordam bo'ldimi? Ha. Qancha vaqt ketyapti shu blokadalar? Shu 1 yildan beri olyapman-da blokadani. 1 oy, 20 kun shunday. Qisqarib, kamayib ketdimi? Masalan, boshida 1-2 oyga yordam bergan bo'lsa, keyin yana tez boradigan bo'lib qoldi blokadaga. Borayotgan bo'ldim, ha. Foydasi kamayib qoldi. Doktorga bordim, operatsiya dedilar. Qanaqa operatsiya dedi? Shu yerda operatsiya qilamiz dedilar, shu tarafda. Tojikistonga. Birinchi o'sha o'zimiz doktorlarga. Keyin operatsiyaga kirayotgandimki, mana o'zi ukamni shu tishimni ukam buzgan axi. Tishlarimni. Ukamni ham o'zi doktor. Stomatologmi? Ha, stomatolog. Keyin kirayotgandik doktorga-ki, kecha professor keldi. U kim bo'ladi dedi, aytdi, ammam dedi. Bo'lmasa ammam bitta qildirma dedi. Qildirsang dedi, bu 1 yilga gunoh oladi. Bu 1 yilga gunoh oladi, unaqa qiynalasan. Shundan ko'ra dori qoldirayotgancha doridan to'xtatib turib harakat qilgin dedi o'sha doktor. Avval tishim deb stomatologga davolatganman. Keyin oxirgi marta Toshkentga borib operatsiya qilib keldim. 10 kuncha yaxshi bo'lib yurdi, keyin yana og'rib qoldi. Necha marta chiqarmaysiz? Ushbal ishaman. Sahar ishaman 2 ta. Bir kunda 6 ta bo'ladi. Ha, 2 ta betga ichaman. Kechqurun bu nima bo'layotgan vaqtga bu 2 ta ichib, keyin yotaman. Kamaytiryapti. Kamay. Nima bo'ladi? Ichmasam bo'lmaydi. Juda kuchayib ketadi. Kuchayib ketadi. Ovqat yemaydigan, ovqatlanmaydigan. Ha, qo'l yeyolmayman. Kecha operatsiyadan keyin chiqib bemalol ovqatlandingiz. Ovqatlandim. Ertalab noshta uyqum yaxshi bo'ldi. Kechqurun yaxshi qo'ladingizmi? Yaxshi uxladim, bezovta to'g'madi. Operatsiyadan keyin qanday holatlaringiz mana endi siz? Yaxshiman. Operatsiyasi o'ylaganchalik qo'rqinchli emas ekanmi? Mana siz bilan gaplashib turdik ko'p narsani. Juda unaqa qo'rqinchli emas. To'g'rimi? Sizga o'xshagan bemorlarga mana G'uzordan og'rib yurganlar bor, Qashqadaryodan juda ko'p. Endi biz bir-birimizga telefonlarimiz bor-da, nevrologga yotganmiz, stomatologga yotganmiz, nima bo'ldi deb. Endi qayerdan yaxshi bo'ldi deb so'raydi-da, har kun bir-birimiz bilan aloqa qilamiz. Telefon nomerlari bor-da. Shunga endi mendan telefon qiladi-da, qayerdan yaxshi bo'lding deb. Men misol aytaman-ku, Andijonga borib, shu yerga yaxshi bo'ldim deb.